Birinchi o'zi gapirish bilan qilish qiyinligini ko'ryapsizmi? Buyurish oson. Kelib qo'l bilan bir qilish qiyin. Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahridagi Mavora turar joylar majmuasida Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabalari tomonidan tashkil etilgan servis boshqaruv kompaniyasi faoliyati bilan tanishdi. Jarayonda hududni obodonlashtirish, sanitariya holatlarini yaxshilash, chiqindilarni samarali boshqarish hamda servis xizmatlarini sifatli tashkil etish ishlari ko'zdan kechirildi. Mas'ullarga faoliyatni tizimli yo'lga qo'yish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ular orqali talabalar bandligini ta'minlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, hududda zamonaviy infratuzilmani shakllantirish va uning me'moriy qiyofasini yaxshilash yuzasidan vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng Baliq viloyati Savdo-sanoat palatasi raisi, Gazanfar Group kompaniyasi rahbari G'azanfar Muhammad Ibrohim hamda O'zbekistonning Mazar-e Sharif shahridagi bosh konsuli Jafar Fattoyev ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, eksport-import hajmini oshirish masalalari muhokama qilindi. Xususan, farmatsevtika, qurilish materiallari ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va to'qimachilik sanoati sohalarida o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida qator yo'nalishlar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Keyingi manzilda o'tgan haftada berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan Kelajak markazi binosini rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Shuningdek, viloyat hokimi o'rganishlar davomida viloyat perinatal markazi faoliyati bilan ham tanishdi. Jumladan, telemeditsina texnologiyalari asosida boshqa tibbiyot muassasalari bilan hamkorlikda murakkab yuqori texnologiyali operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Mas'ullarga barcha markaziy tibbiyot muassasalarida telemeditsina tizimini joriy etish, onalar va bolalar o'limini keskin kamaytirish, bu borada shaxsiy mas'uliyatni oshirish bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Ko'proq harakat qilish. Oldinga ko'proq yurishlik bo'lib, noto'g'ri ovqatlanish ham bolani rivojlanishiga keraksiz zararli narsalar kilokaloriyani to'g'rilash uchun boshga ham shakar qo'shish, kashaga ham shakar qo'shish, kompotga ham shakar qo'shish, o'rniga sabzavot bilan meva qo'shib beramiz. Mevani sertifikatlangan hozir xohlagan mevadan shikoyat qilib beryapman zavodlarda bor. To'g'ri? Kamchiliklarni ham kelib nizamni bilib bir-birini man poliklinikadagi xatoliklarni hammasi zo'r narsani ko'rsatib tursang hammasi chiqib ketadi. Nakashdan dasturlar bergan bo'lsa, shularni kamol qilib bering. Tabriklaymiz. Doktorlarimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Bunda apparatlar oldin juda ham qiyin edi. 24 soat davomida hammasi to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib konsultatsiya berdi. O'rganishlar davomida viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi faoliyati ham ko'zdan kechirildi. Volontyor yoshlar tomonidan bu yerda davolanayotgan bolalarga sovg'alar topshirildi. Viloyat hokimimiz Ulug'bek Berdiqobilovichni Termiz davlat universitetida yoshlar bilan uchrashuvlar doirasida berilgan takliflarga asosan mana shu universitetda volontyorlar jamoasini tuzish va ushbu volontyorlar jamoasi bilan har haftada bittadan loyihani amalga oshirish topshirig'i tushgan edi. Bugun ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash hamda mehr ko'rsatish maqsadida ushbu volontyor jamoasi tomonidan mana shu viloyatimizda joylashgan bolalar shifoxonasiga tashrif buyurildi va tashrif doirasida mana shu shifoxonada davolanayotgan 200 ga yaqin bolalarimiz holidan xabar olindi. Sovg'alar ushbu bolajonlarimizga topshirildi. Ushbu tashabbusdan ko'zlangan maqsad mana shu bemor bolajonlarimiz holidan xabar olish, ularga mehr muruvvat va e'tibor ko'rsatishdan iborat. Shuningdek, onkologiya va gematologiya markazi faoliyati bilan tanishilib, ta'lim uzluksizligini ta'minlash maqsadida bemor bolajonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar bilan tanishildi. Oxirgi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan tibbiyot sohasida o'tkazilayotgan islohotlar natijasi o'laroq onkogematologik va begematologik bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish, bu kasalliklarni oldini olish hamda ularga kerakli bo'lgan laborator anjomlar jihozlash bo'yicha juda ko'p yangiliklar amalga oshirilmoqda.
Bu islohotlar harakati natijasi o'laroq bugun viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi onkogematologiya bo'limida hokimiyat vakillari va yoshlar ittifoqi ko'ngilli xodimlari tarafidan tadbir o'tkazildi. Bemor bolalarimizni og'ir onkologik, gematologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarimizni holidan xabar olib, ularni ko'ngillarini so'rab, ularga shodlik ulash maqsadida o'zlarini sovg'alari bilan tashrif buyurishdi. Bundan juda bemorlarimiz, bolajonlarimiz va biz juda xursandmiz. Hammalariga chin dildan rahmatlar aytamiz. Doim sog' bo'lsin.